Tushda ko'cha ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda o'zini obodon ko'chada ko'rsa, xayr-u manfaat topishiga dalildir. Xususan, shu ko'cha odamlari solih odamlar ekanini ko'rsa, agar aksincha bo'lsa, zarar va yomonlik yetishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida keng ko'chada yashab qolganini ko'rsa, g'am anduh yetishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.